Manzuraxondan intervyu olishibdi. Ko'p mish-mish degan qo'shig'imga endi PR qilish kerak-ku. Ko'p mish-mish degan qo'shiq chiqardim. Bittasiga atab menga qo'shiq chiqarib o'tkazib ham chiqdi. Ey zolim degan qo'shiq-a. Menga atab bechora qo'shiq aytaveradi. Bit to'yga chaqirmaydi bu becharalar. Bit to'yga chaqirmaydi. Rustam Sagdiyev bilan poqa-poq degan qo'shiq chiqaring lutchi. Qo'shiq chiqaring lutchi. Uy podarka qilgan yolg'onmi? Yolg'onmi uy podarka qilgan? Nima yolg'onchisiz bunaqa? Nima yolg'onchisiz? Hozir o'sha klipingizni topib men qo'yaman. Qaysi klip edi o'sha? Esinglardan topdik-ku. Tigrlar, tipa anaqa qilib qilgan-ku. Hozir topib men o'sha klipni qo'yaman, o'sha bilan sevib qo'ygan bolasini. Manzuraxon yorilsiz ham stingiga o'zingiz ursiz ham tavariz o'tmaydi уже всё. Всё. Tamom. Короче, kavlab topdim. Qo'shiqning nomi Netay ekan. Kirsanglar o'sha yerda o'ynagan klipdagi bolani sevib qolib Rustam Sagdiyev tashab ketgan. Hech qanaqa bir tuhmat emasman. Rustam Sagdiyevdan so'raylar. Tirik guvoh-ku. Voy o'lay. Mana tirik guvoh. Mana o'sha bolaning rasmi. Piterdagi tarixizni ham Manzura opa ko'tingizni qilsangiz yaxshi bo'lardi. Piterdagi tarixizni ham bilamiz. Bunaqa unijinniy artist umrimda ko'rmaganman. Bir oyda 3 marta kelib, o'sha zal berishmaganidan dishshoviy restoranda odamlarning atrofida yurib qilib qo'shig'ingizni panogrammada aytib ketganingizni bilamiz. Voy, men ham Piterda yashaganman-ku. Butun dunyoga tarqagan, kvartira ham olib berishmagan, birovning uyida Kamolanikida yashaganingiz, Kamolanikida. Manzura opa qo'ying, eng unijinniy, eng O'zbekiston san'atini pozor qilgan siz bo'lasiz. Piterga kelib, sharmisol bo'lib restoranda atrofida, odamlarning atrofida kichkina dishshoviy kelmaydigan odam to'planmaydigan restoranda yurib olib qilib qo'shiq aytib yurgansiz. Bilamiz hammasini. Eng dishmanskiy artist shou biznesi sizsiz. Dishshoviy artistligingizni dokazat qilib beraymi? 2016-yili 5-avgust kuni mana Guli siz bor edingiz sizdan. Guli bor edi, dugonalarim bor edi. Biz konsertingizga borganmiz. Aktiviy zalda, eng dishshoviy zalda konsert bergansiz. O'zim живой guvoh. O'zim buni ham tuhmat, yolg'on deyishingiz mumkin, lekin o'sha yerda Mirolim Vidushi bo'lgan, Rustam kimdir Palonchiyev bo'lgan, organizator it kelmaganidan 2 avtobus kir shaltoq stroykadan odamlarni olib kelgan. Yolg'onmi bu ham? Bu ham yolg'onmi? O'zim lichda o'tirganman. Non-stop bilan chiqib bitta joyda turib olib, deb turib aytaverganingizdan уже yarim soat o'tirmasdan biz turib chiqib ketganmiz. It sizga qaragingiz kelmagan, biz turib chiqib ketganimizda, deb hamma hayron qolib lol qolgan. Sizga it ham qaramagan va pishi. Taralmagan parigingizni kiyib olib chiqib konsert bergansiz. Na tansavshitsalar, na biron narsa, bitta top non-stop bilan deb qo'shiq aytgansiz. Zerib ketgandan keyin yarim soatga turib chiqib ketganmiz. 5-avgust kuni eslab ko'ring. O'shanda ham 2 avtobus odam olib kelib ham zalni to'ldirish olmagan. Birinchi qatorda yarmi to'lgan, ikkinchi qatorda biz o'tirganmiz, yana bir 5 tamikin odam o'tirgan. Itdan kelmagan, sharmisor it kelmagan. O'shaning uchun ham qadrini bilish kerak edi. Artist degan sal qadrini bilish kerak edi, pozorishni. Buqqan pul berar ekan deb yugurib boravermasdan. Rustam Sagdiyevning qadriga yetish kerak edi. O'shaning uchun bechora pulini sarflab ko'targan edi. Qaydagi yo'q, klipdagi cho'choq deb yugurib ketavermasdan. Birovni g'iybat qildi deb chiqavermasdan, haqiqatni tan ol, dishshoviy artist.